Bismillah. Assalomu alaykum avtokomfort kuzatuvchilari. Sotib berish xizmatimizdan foydalanish uchun Cobalt avtomashinasi kelgan, avtomat korobkada bo'ladi. 2022-yil ishlab chiqarilgan. Bitta detalda kraskasi bor. Mashina metan bilan jihozlangan, metan gaz turi bilan. Navorotlari bor. Hozir qisqacha sizni tanishtirib o'tamiz. Aytib o'tganimizdek, mashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan, bosib o'tgan masofasi 70 ming kilometrni tashkil qiladi. Tonirovka ruxsatlari mavjud, salonlari aquaprint qilingan, Malibu bar ustanovka qilingan. Gazini aytib o'tdik, metanda, multimedia knopkalari hamda cruise control knopkalari ustanovka qilingan. Mashina juda ham ideal holatda, gerb lavovoylar, past tepa led qo'yilgan, ya'ni tunda yorug' mazza qilib ko'chani to'ldirib yorug' qilib yurasiz. Avtomobilimiz kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, avtokredit asosida beriladi. $1150 boshlang'ich to'lov bilan oyiga 4.820.000 bilan 5 yilga kredit bo'ladi. Kimga qiziqish uyg'otgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Bir kunda ishlaringni hal qilib, avtomobil kalitini topshiramiz. Eslatib o'tamiz, bizda sotib berish, sotib olish xizmatlari mavjud, ipoteka xizmatlari mavjud. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hozircha xayr, salomat bo'ling.